Assalomu alaykum. Yana bitta xonadonimiz Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Do'stlik 1da sotuvga qo'yildi. Bu xonadonimiz Toshkent shahariga Yujniy vokzalga o'zgarishga 61-62 kilometr bir soatlik yo'l. Xonadonimiz joylashuvi tuman markaziga 4 kilometr. Shu katta asosiy yo'lgacha 500 metr. Bu yerda ko'rib turganingizdek bu xonadonimizning umumiy maydoni 24 sotiq. 24 sotiq bo'lsa, men bu tomonda alohida 10 sotiq bir yer maydoni bor mana. O'ralgan. Alohida mana shu 10 sotiq yerini olaman deydiganlar bo'lsa, alohida ham yer sotiladi. Xat hujjatlari hammasi joyida. Kadastr dokumentlari, gaz, svet, suv hammasi kelgan. Огородlar sug'oradiganlar bo'ladigan bo'lsa, men ariq hozir uchastkasini ichidan kirib ko'rsataman. Ariqda suv bo'ladi, hozir tozalash ishlari olib borilyapti. Bu ko'chalar hammasi asfalt bo'ladi, Obod mahallaga tushgan. Mana bu ko'cha kirib borasiz. Shu yerda birinchi uy. Men bu tomoni uchastka 10 sotiq uchastkasi, bu yoqda esa 14 sotiq uyi bilan. Hozir buni ichlarini kirib ko'rsataman. Tak, birinchi uchastkasini ko'rsatamiz hozir. Shamol, toza havo zo'rda. Uchastkasini chegarasi mana shu daraxtdan mana shu uyda to'g'risidan bo'linadi. Ko'rinishi suv mana bundan keladi, mana ochiladi, mana to'g'on ochiladi, suv kiradi shu yerdan. Nariga asosiy uyiga ham o'tib ketadi. Mana shu yerdan sug'orasiz. Xohlang mana shu yerni o'zini alohida oling. Narsa ekib qo'ying, xohlang mevali daraxt ekib qo'ying, xohlang mana shu yerdan bir qanaqadir dacham, kichkina bir hovli qurib qo'ying. Hamma bozor kuni tirbandlikda toqqa borib mashina qo'yishga joy topolmagan vaqtda siz mana shu yerdan kelib turib mashinangizni olib shundoqqina dachangizga kirgizib qo'yib tinchgina baliq qovurib shu yerda damdab toza havodan ketadigan joy bo'ldi. Endi bu tomonga uyini ko'rsatamiz. Uy ham katta nima emas, ixchamgina, kichkinagina akfa oynalar qo'yilgan hamma tomonlama. Mana bu tomon xonadonimizning hovli qismi keng. Kirganimizda bu yoqda o'choq, tandir, to'g'rida hammom, hojatxonasi. Bu yoq 14 sotiklik joy, boyagi uchastka 10 sotik. Yana bitta taklif bor. Agar olib turib ko'p oilali uy bo'lsa, uyda kelinlar ko'p, bolalarni alohida ajratib chiqaraman deydigan bo'lsa, mana qarang. Mana chegara mana shu yerdan bo'lingan setka bilan. Mana mol yotgan joygacha bo'lib 2 sotiqmi, 3 sotiqdan bo'lib turib mana shu yo'l, mana zaborda yo'q, yo'l asosiy. Shu tomonga darvozasini qilib turib alohida uy qilsangiz bo'ladi, mana shunaqasi qatoriga buzib tashab. Boyagi uchastkani aytganda bu yerda ham dacham, bu yerda alohida ham bitta uy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda oshxonasi mana kichkinagina. To'g'ridan bitta salqingina choy ichib o'tiradigan joy. Bu yoqda ham ikkita xona, sklad qilsangiz bo'ladi, sklad sifatida foydalanasiz. Ha? Uy qilsa ham bo'ladi, xohlasa endi uy egalari o'zlarini sklad sifatida foydalanar ekan. Mana choy ichib o'tiradigan joy. Xonadonimizga kirganda mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta xonasi bor ekan. Biz xonalarni qisqacha ko'rsatib chiqamiz.
Bu zal. Hamma oynalariga akfa qo'yilgan ekan. Ichida ayrim mebellari qoladi. Ko'rib turgan endi kelib turib shu yerda bu yog'i xonasi. Bu kichkinagina xonasi ekan. Ko'rpa nimalar saqlab qo'ygan. Akfa oynalar qo'yilgan. Endi bu xonadonimizni umumiy hozirgi boshlang'ich narxi necha pul bo'lyapti endi? 38 ming AQSh dollari. Yana mana kelishadigan joyi bor ekan. Boyagi uchastkani alohida klient chiqsa, uni alohida ham sotaverasiz. Narxiga kelishsa. Qo'shib olsa yaxshi bo'ladi. Qo'shib odam o'ziga ham bitta kishi sanasa bundan zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Qolib ketib, to'g'rimi? Fikr qilib sanasa. Shunaqa alohida olaman deydiganlar chiqib qolsa ham alohida sotasi iloji bo'lsa qo'shib olgani yaxshi. Qo'shib olsa zo'r-da. Ani boya aytganda ko'p oilalilar bo'lsa, alohida uy qursa ham, masalan, kimdirantga dacha qilib qo'ysa ham, dam olib ketishga zo'r joylar. Bo'lib olsang ham Ha, mana bitta ham darvozasi bor ekan. bo'lib olsa ham bo'ladi mashinada. Mana shu bo'lib, ikkita xonadon qilib olsa bo'ladi. Ikkita xolasa 3 ta ham qursa bo'ladi-da, mana bittadan bo'lib. Mana darvozasi. Ikkita, mana bitta alohida. Orqalarini qursa. Telefon nomerlar yozib qoldiramiz, tezroq aloqaga chiqinglar. Kelishlar. O'sha aytilgan 38 ming narx kelishiladi. Dokument, xat hujjatlar hammasi joyida, ko'rdik. Mana xat hujjatlarni hammasi joyida turibdi. Hech qanaqa muammo yo'q.